Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda O'zbekistonda qancha monopol korxona borligi aytildi. Rossiyaning Volgograd shahrida hujjatsiz va maoshsiz qolgan o'zbekistonliklarga yordam ko'rsatildi. Qo'rqoqlar yubka kiyib nomingni ayollarnikiga o'zgartir. Qodirov. Estoniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etadi. Elektr va gazdan uzib qo'yilganlarni qayta ulashda tegishli to'lovlarni to'lash bekor qilinadi. Asakada maktab o'quvchilari stol-stullarsiz xonada dars o'tmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya, O'zbekiston, Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistonda qancha monopol korxona borligi aytildi. O'zbekistonda bugungi kunda 90 ta monopol korxona mavjud. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi o'rinbosari Farruh Qoraboyev brifingda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, islohotlar natijasida 31 ta tovar va xizmatlar bozorlariga tadbirkorlarning kirishini erkinlashtirish hisobiga yetarli darajada raqobat shakllangan va monopoliya holatidan chiqarilgan. Jami monopol korxonalar soni esa so'nggi 5 yilda 20% ga kamaygan va bugungi kunga kelib 90 tani tashkil etmoqda. Shuningdek, davlat ishtirokidagi korxonalar soni so'nggi 2 yilda qariyb 3000 dan 2000 gacha yoki 30% ga qisqargan. Tovar va moliya bozorlarida raqobatni yanada rivojlantirish, yangi ishtirokchilarni erkin kirib kelishini ta'minlash maqsadida tadbirkorlar uchun 185 turdagi litsenziya va ruxsat berish tartib-tamoyillari qisqartirilgan yoki soddalashtirilgan. Rossiyaning Volgograd shahrida hujjatsiz va maoshsiz qolgan o'zbekistonliklarga yordam ko'rsatildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Volgograd shahridagi vakilligiga 17 nafar yurtdoshimiz ish beruvchilardan hujjatlar va ish haqlarini qaytarishda yordam so'rab murojaat qilgan. Murojaatni o'rganish davomida ish beruvchi muzokara o'tkazishdan bosh tortgan. Shundan so'ng bu haqda Rossiya Federatsiyasining Volgograddagi huquq-tartibot idoralariga xabar qilinib, bayonnomalar tuzilgan. Ma'lumot va ko'rsatmalar tuman militsiyasiga topshirilgandan keyin ish beruvchi fuqarolarga pasportlarini qaytarib bergan ma'lum bo'lgan. Fuqarolarning 425 ming rubl miqdoridagi ish haqini undirish uchun Rossiya Federatsiyasi tergov qo'mitasiga murojaat qilingan. Qo'rqoqlar yubka kiyib nomingni ayollarnikiga o'zgartir. Qodirov. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiyadan chiqib ketayotganlarga yubka kiyib ismlarini ayol ismlariga o'zgartirishini maslahat berdi. 7 oktyabr kuni Ramzan Qodirov Xonqal'adagi harbiy baza hududida kuch bo'linmalarining jangchilarining tantanali tashkil etilishida ishtirok etdi. Shakllanishga DX rahbari vazifasini bajaruvchi Denis Bushilin, Davlat dumasi deputati Adim Dilimxanov qabul qilindi. Og'ir kunlarda vatanini tashlab chet elga ketayotganlarni tushunmayman. Bunday qo'rqoqlarga yubka kiyib ismlarini ayollarnikiga o'zgartirishlarini maslahat beraman. Garchi tariximizda ayollar ham oxirigacha kurashishga jur'at etganlar, dedi Qodirov. Checheniston rahbarining qo'shimcha qilishicha, mamlakatda faqat qisman safarbarlik e'lon qilingan. Biroq bu har bir kishi o'z burchini bajarishi va jangda foydali ko'nikmalarni taklif qilish uchun yetarli. Vladimir Putin Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etdi. Ukrainada fojiali voqealar sodir bo'lmoqda. MDHning boshqa davlatlar o'rtasida ham mojarolar ro'y bermoqda. Bu ularni hal qilish choralarini ishlab chiqishni talab qiladi, dedi Putin. Estoniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etadi. Yordam paketida o'q-dorilar, qishki kiyimlar, zirhli plitalar va o'q o'tkazmaydigan jiletlar borligi aytilgan. Elektr va gazdan uzib qo'yilganlarni qayta ulashda tegishli to'lovlarni to'lash bekor qilinadi. Vazirlar Mahkamasining elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha shartnomaviy huquqiy munosabatlarni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Asakada maktab o'quvchilari stol-stullarsiz xonada dars o'tmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda maktab o'quvchilarining stol-stullarsiz dars jarayonida qatnashayotgani aks etgan video tarqalmoqda. Aytilishicha, holat Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-maktabda sodir bo'lgan. Videoda 15 nafarga yaqin o'quvchilarning tik turgan holatda darsni tugatayotganini, sinfxonada faqat 3 tagina o'quvchi partasi mavjud bo'lib, ularda ham o'tirish uchun o'rindiqlar yo'qligini ko'rish mumkin. O'qituvchi esa tik turgan o'quvchilarga inson psixologiyasi va shaxs etikasi mavzusida dars o'tayotgan bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Asaka tumani xalq ta'limi bo'limi munosabat bildirdi. Munosabatda yozilishicha, tumandagi 28-umumta'lim maktabida qurilish ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli maktabning ayrim sinflari 29-sonli umumta'lim maktabining 3-qavatiga ko'chirilgan bo'lib, dars mashg'ulotlari uchun zarur o'quv jihozlari to'liq ta'minlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 28-umumta'lim maktabi o'quvchilari dars mashg'ulotlarini yakunlagandan so'ng o'quvchilarga to'garak mashg'ulotlari o'tilayotgan vaqtda ushbu xonada partiyalar almashinuvi amalga oshirish jarayonida video
tasvirga olingan va shu bois xonada jihozlar yo'qdek ko'rinish hosil bo'lgan, deyiladi tuman xalq ta'lim bo'limi bayonotida. Shuningdek, bo'lim ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ta'limga oid turli xabarlarni noto'g'ri talqin etmaslik kerakligini qo'shimcha qilgan. Lukashenko Putinning tug'ilgan kuniga noodatiy sovg'a berdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinning tug'ilgan kuni munosabati bilan noodatiy sovg'a berdi. Polperova Telegram kanali Lukashenko Putinga Belarus traktorini sovg'a qildi. Lukashenkodan Putinga qanday sovg'a tayyorlayotganini so'rashdi. Javob sizni hayratda qoldiradi. Mana sovg'a, deb yozadi Polperova. Sertifikatda shunday deyilgan: Vladimir Vladimirovich Putinga yubiley sharafiga Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenkodan. Qayd etish joiz, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining norasmiy sammitida qatnashish uchun Rossiyada bo'lib turibdi. Zelenskiy: NATO Rossiyaning hujumini kutmasdan zarba berishi kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATO Rossiyaga oldindan zarba berishini, Rossiyaning yadroviy zarbalarni kutmasligi kerakligini aytdi. Putinning matbuot kotibi Peskov esa bunga javoban RIA Novostiga AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi davlatlari Zelenskiyning bayonotiga alohida e'tibor qaratishlari kerakligini ta'kidladi. Kreml matbuot kotibining ta'kidlashicha, Zelenskiyning bayonotlari oldindan aytib bo'lmaydigan, dahshatli oqibatlarga olib keladigan jahon urushini boshlashga chaqirishdan boshqa narsa emas. Emomali Rahmondan Vladimir Putinga sovg'a. Tojikiston rahbari Emomali Rahmon 70 yoshini nishonlayotgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga noodatiy